Assalomu alaykum, akalar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Kech bo'lganda okamni qo'ralariga keldi, kateklariga keldi, jo'ja fermaga keldi. Ko'pchilik mendan so'rayotdi, katta jo'ja bormi, katta jo'ja bormi deb. Katta jo'jalar bor aka. Nechta kerak bo'lsa, xoroz deysizlarmi, tovuq deysizlarmi, hammasidan bor. Qaranglar, mana bu 3 ta katta tovuq bular sotilmaydi. Mana bunaqalar juda ko'p. Mana bunaqalar juda ko'p. 3 oyliklar juda ko'p. Mana bunaqa jo'jalar juda ko'p. Mana jo'jalar. Xoroz deysizlarmi, tovuq deysizlarmi, assortiment. Na vыбор. Tak, bu yerda Xitoy ham bor. Koreys ham bor, turk ham bor, hammasidan bor. Kalta yuru xudo xolasi uyaltirmaydi. Katta qilib boqib, xoroz qilib bemalol o'ynaverasizlar. Men o'zi kimmadir kategiga borib xoroz tovuq reklama qilgan odam emasman. Bu okam men eng yaqin akalarimdan bittasi. Shu xoroz tovuq temasida necha yildan beri shug'ullanib kelishadi. O'shanga bugun mehmonga kelib qoldim, ukam. Tovuq xorozlarni ko'rgin deb qoldilar. Jo'jalar ko'p ekanda. Okam bu kategida turgani mana hovlida bor-ku. Soni chegaralanmagan bor-ku. Millionta bo'lyapti shekilli. Bu yerda mana bitta juda ko'p. O'shanga kelib bir syomka qilib qo'ydi o'tdi. Mana jo'jalar. Mana jo'jalar. Qancha kerak jo'jalar. O'shanga mendan ko'p so'rashdi-da. Shu akalar, ukalar ko'p so'rashdi. Kattaroq jo'jalar yo'qmi, kattaroq jo'jalar yo'qmi deb o'shanga maslahat beryapman. Xudo xolasi o'rtada men turibman. Uyaltirmaydi inshaalloh. O'tgan yil mendan kim nima olgan bo'lsa, ko'plar aloqaga chiqib rahmat aytishdi-yu. Rahmat eshitdim. Mana shu sotgan narsalarimni ketidan. O'shanga akalar, sizlarga ham tavsiya qilaman. Qaranglar, men pulni sirazi aytib ketay. Men okamga aytsam, ukam, men unaqa qilmayman, o'zim uchun boqib o'ynaydigan okam. $100 bersin deyaptilar-da. Men $100 bersin donasiga xolaganicha olsin deyaptilar. Xolasalar xoroz, xolasalar tovuq deyaptilar. Men ertaga kunduz kuni kelib yana bitta syomka qilib ketaman. Kech payt kelib bir osh qilib o'tiruvdi, etib qoluvdilar. O'shanga syomka qilib qo'yibman. Ertaga kunduz kuni yana bir kelib syomka qilib ketaman, rang ro'yini ko'rsataman, otasi, onasi kim, hammasini ko'rsatib o'taman xudo xolasa. Mendan endi so'raganingiz uchun syomka qilib chiqarib beryapman sizlarga, akalar, ukalar. Ertaga yana bir syomka qilaman xudo xolasa. Men nomerlarimni yozib qoldiraman, nomerlarim o'sha. Aloqaga chiqaverasizlar. 24 ga 7 aloqadamiz.